مسکن هایی که میکنن انشاءالله اما مخلافات ایزاگی فکر معنی ما داخل هایی که نمی‌بس حضرت در خدمت شما. Ma juma suhbatini shu joyda sizlar bilan birga baham ko'rishligini bizga taklif bo'ldi. Majonidil qabul qilib keldik. Inshaalloh mana ustozimiz, domlamiz Mujibulloh zavotlari ham go'zal ekanlar. Tanishdik, ancha xursand bo'ldik. Har bir qavmni o'zini imomiga qarab turib, hammalari ham o'sha xalqi ham shunga qarab ketaveradi. İnşallah umid qilamizki, jamoatlaringiz alhamdulillah bir-birlari bilan intifoq, bir-birlaringizni borida ham, yo'g'ida ham bir-birini hurmat qiladigan darajada inoq ekanlaringizga, misol uchun domlalaringizni ko'rib, ular bilan munosabatda bir muomalatda bo'lgandan keyin o'sha odamni o'sha joyda xalqiniga baho bersa albatta bo'laveradi. Albatta men sizlardan, ustozlaringizdan, ustozimizdan, mana domlalaringizdan xursand bo'ldim. Albatta sizlarda ham bu narsalarni inshaalloh ko'ramiz. Xursand bo'ldim. Alhamdulillah shu joyga kelganimdan va ustoz bilan tanishganimizdan. Buxoroy sharifda o'qigan ekanlar, Mulla Oxundadada o'qigan ekanlar, ulug' ustozlarni ko'rgan ekanlar. Batoiqa juda xursand bo'ldim. Albatta bularni Hazrati Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytadilarki, qiyomat kunida inson qaysi bir odamni yaxshi ko'rsa, inshaalloh qiyomatda o'sha odam bilan birga tiriladi deganlar. Anta man ahabba deganlar. Sen kim bilan, Hazrati Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomni so'raganlarida, qiyomatda men kim bilan bo'laman deganlarida, kimni yaxshi ko'rsang o'sha odam bilan bu qiyomatda bo'lasan degan ekanlar. Musulmon odam musulmonni yaxshi ko'rishligi, bir ulug' odamlarni bir hurmat qilib o'shalarga ergashib yaxshi ko'rishlik inshaalloh qiyomatda o'shalar bilan birga bo'lishiga sabab bo'ladi. O'sha barakoti, o'sha sababli inshaalloh qiyomatda o'sha odamlar bilan jannatda birga bo'ladi. Bizning ham umidimiz inshaalloh qiyomatda bu dunyoda bizni Xudo bitta jamladi, didorlashdi, jannatdan didorlashdi. Alloh hammamizga nasib aylasin. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomni eslaydigan bo'lsak, Hazrati Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom o'ta sizu bizlarga mushfiq, mehribon bo'lgan, ota-onasidan ham ko'ra yaxshi ko'rgan va butun nozu ne'matlardan eng ko'p yaxshi ko'rgan ummatlarini sizu bizini Rasululloh yaxshi ko'rganlar. Bir kun Jannatul Baqiyda Hazrati Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytdilarki, men sahobalarimni sog'indim dedilar. Shunda sahobiy kiromlar yonida turgan sahobalar aytdilarki, ey Rasululloh, biz sizni sahobalaringiz emasmizmi? Oldingizda turibmiz deganlar aytdilarki, yo'q. Sizlar meni ko'rib turib iymon keltiryapsizlar, mo'jizalarni ko'ryapsizlar. Hali bir zamon keladi, meni ko'rmasdan, mo'jizalarni ko'rmasdan iymon keltiradi. O'sha do'stlarimni sog'inyapman dedilar. Inshaalloh qiyomatda Rasululloh bilan birga bo'lishga harakat qilamiz va u zotga bo'lgan muhabbatimizni bu dunyoda nishonasini ko'rsatamiz. Inshaalloh kimni yaxshi ko'radigan bo'lsak, inshaalloh qiyomatda o'sha zotlar bilan birga tirilamiz. Biz birinchi muhabbat qo'yadigan zotimiz Hazrati Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom bo'lishlari kerak. Rasulullohni qanday yaxshi ko'ramiz desa, Rasulullohni yaxshi ko'rishlikning alomati musulmon odam xonadonidan tortib har bir holatida Rasulullohga ergashgan bo'lsa, o'sha odamning muhabbatini haqiqiy muhabbat desa bo'ladi. Rasulullohni yaxshi ko'raman desak-ku, lekin xonadonimizda ota-onamizga hurmatimiz o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, behurmatlik bo'layotgan bo'lsa, bir musulmon bilan talashib tortishib bir dunyoning matosini orqasidan u odam bilan aralashib qoladigan bo'lsak, bizning muhabbatimiz haqiqiy muhabbat bo'lmaydi. Rasulullohga muhabbat qo'yishlik, Rasululloh nima degan bo'lsalar, Rasulullohga albatta aytgan gaplariga ergashib yuradigan bo'lsak, albatta biz Rasulullohning muhabbatiga, Rasulullohga qo'ygan muhabbatimizning nishonasini ota ko'rsatgan bo'lamiz. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomning bir muborak hadislarida Imom Bazzor roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytadilarki,
kun aliman deganlar. Aw mutaalliman aw muhibban va la takunil khamisa fatahluka. Ey ummatlarim, sizlar to'rtta toifa odamlardan bittasi bo'linglar dedilar. Olim bo'ling, yoki mutaallim bo'ling, ilm oqtaruvchi bo'ling, yoki muhib ularni yaxshi ko'ruvchi bo'ling, yoki ularni eshituvchi bo'ling, to'rttasidan bittasi bo'ling dedilar. Beshinchisi bo'lib qolmang dedilar. Beshinchisi na ilm olim emas, ya bir ilm o'rganuvchi emas, ya ularni eshitmaydi, yo ularga muhabbat qo'ymaydi, beshinchisi bo'lib qolmang dedilar. Shu Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning hadislari misol uchun 14 asr oldin aytilgan bo'lsa, bizi zamonamizgacha 14 asrdan buyon shu hadislar saqlanib kelyapti. Shu hadisni Makkaga borib aytsangiz ham ulamolar shu hadisni shunday bayon qiladi. Balki Xudoga borsangiz musulmon bo'lsa, musulmon olimlar shunday hadisni rivoyat qiladilar. Bu Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning hadislariga, gaplariga bo'lgan muhabbati barobarida ulamolar o'zlarining zamonalaridan keyingi zamonlarga yetkazib bizi zamonamizga shu hadislarni yetkazib olib kelishdi. Bu hadisni misol uchun olim bo'ling dedi Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom. Farazan Rasululloh shu eshidan kirib kelib bizga ilm o'qigin bolam desa nima deymiz? Albatta o'qiymiz, labbay deb javob beramizmi? Go'yoki bu hadisda Rasululloh shetda turibdilar, Rasululloh menga aytayapti degan muhabbat bilan qabul qilishimiz kerak va unga amal qilishimiz kerak. Rasululloh bu eshidan kirmasligi mumkin. Rasululloh kelmaydilar. Lekin qiyomat kuniga borganimizda, Rasulullohning oldiga borganimizda, men senga shuncha hadislarni aytdim ummatim, qaysi bir hadisimga amal qilib meni oldimga kelding desalar, Rasulullohning yuziga qanday qaraymiz? Rasululloh bizni ikki dunyoda saodatman yashashligimiz uchun Rasululloh jonlarini fido qildi. Makka mushriklari qanday ozor bergan bo'lsa, hamma ozorlarga Rasululloh chidadilar. Rasulullohni toshbo'ron qilishdi. Rasulullohni misol uchun 6 oy qamal, 3 yil qamal qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dinlarini oshkora qilishlari uchun, musulmonlarga yetkazishlik uchun Makka mushriklari oxiri Rasulullohni shunday qamal qildiki, 3 yil Rasululloh bilan birorta qabila muomala qilmadi Rasulullohlar bilan, musulmonlar bilan. Oldi sotdi ham qilmadi, oldi berdi ham qilmadi, muomala ham qilmadi, hech narsa aloqasini uzib qo'ydi. 3 yil Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom shu ozorlarga chidab siz va bizlarga dinlarni, islom dinini yetkazib ketdilar. Endi biz Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga bo'lgan muhabbatimiz barobarida olim bo'lishimiz kerak, yoki mutaallim bo'lishimiz kerak, yo mustami, yoki eshituvchi bo'lishimiz kerak, yoki muhib bo'lishimiz kerak. Ularni yaxshi ko'ruvchi bo'lishligimiz kerak. Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning sahobalari Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomdan to'g'ridan to'g'ri ilm o'rgandilar. Rasulullohdan nima muammo masala bo'lsa, Rasulullohning oldiga borardilar, Rasulullohdan so'rardilar. Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom tirik oldilarida qanday baxt sahobalarga, shunaqa baxtni Xudo bergan. Dunyoda Hazrati Payg'ambarlardan keyin eng ulug' odamlar sahobalar. Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, Hazrati Umarul Odil, Usmon Zinnurayn, Hazrati Ali roziyallohu anhu to'rolari ketma-ket bayon qilinadi. Undan keyingi sahobalar dunyoda payg'ambarlardan keyin eng ulug' zotlar shu zotlar. To'g'ridan to'g'ri Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom oldilariga borib Rasululloh shu masala bo'lib qoldi, nima qilay deb so'rardilar. Bu ulug' baxt. Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom aytganlarki, eng saodat zamon meni zamonim dedilar. Eng saodat zaman Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom saodat zamonalari va undan keyingisi unga yaqin bo'lgani dedilar. Va undan keyin eng yaxshi zaman unga yaqin bo'lganlari dedilar. Ya'ni 3 ta zamon. Sahobalarning zamoni, sahobalarda ko'rgan tobiinlarning zamoni va tobiinlarda ko'rgan tobiinlarning zamonlari dunyoda eng ulug' zaman, eng vahli zaman shu bo'lgan.
Undan keyin suslashib shu zaman 14 asr o'tib ketdi. Biz Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga xos ummat bo'la olmasaydi, shunga intilayotgan ummatlarimiz hammalarimiz. Haqiqiy ummatli da'vo qila olmaymiz, lekin haqiqiy ummat bo'lishiga da'vo qilamiz. Rasulullohga xos ummat bo'lishiga harakat qilib yashaymiz. Bir choy ichayotganimizda o'ng qo'limizda olamiz, non yeganimizda o'ng qo'limizda olamiz. Rasululloh o'ng qo'lda ichganlar, o'ng qo'lda yeganlar deb umid qilamizki, Rasululloh shu sunnatlari mobaynida Rasululloh shu sababli bizni shafoat qilib qo'ysalar. Har bir yurish-turishimizda Rasulullohga o'rnak bo'lishiga, o'xshashlikka harakat qilamiz, umidimiz Rasulullohga haqiqiy ummat bo'lishiga intilish xolos. Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom 13 yil Makka da da'vat qilgan bo'lsalar, 13 yil Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga har turli azoblar Rasulullohga boshlariga yog'ildi. Namoz o'qiyman desa, Ka'baga kirib namoz o'qisalar, Rasulullohning tepalariga so'yilgan tuyani ichiklarini olib kelib tashashdi. Mol qo'ylarni ichiklarini olib kelib tashashdi. Rasululloh ularga sabr qildi. Bir kun haramda Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom shu biz hozir borib ziyorat qilayotgan haramda Rasululloh o'sha joyda namoz o'qiyotgan vaqtlarida Makka mushriklari Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning muborak boshlariga so'yilgan yangi tuyani ichi-chavoqlarni tashashdi. Faraz qiling, biz kirib namoz o'qiyapmiz, biri bizga ichisa deyotgan yo'q. Rasululloh payg'ambardek zotda Hazrati Payg'ambarimizni namozdan qaytarish uchun tepalariga o'sha tuyani ichi-chavoqlarni tashashdi. Sahobalar aytadilarki, biz turibmiz, Rasulullohning boshlaridan borib hali ichi-chavoq olishga jur'at qila olmayapmiz deydi. Atrofida Makka mushriklari turibdi. Ulardan qo'rqishib jonining himoyasida Rasulullohni himoya qila olmayapmiz. Oxiri Fatima onamiz Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam muborak qizlari kelib Rasulullohdan tepalaridan ichi-chavoqlarni olib tashadi dedilar. Olib tashadi, keyin Rasululloh sajdadan turaldi dedilar. Rasululloh shunday ozorlar bilan 13 yil Makka davrida musulmonlarga da'vat, musulmonlikda insonlarga da'vat, islomni da'vat qildilar. Oxiri Suvayd pichoq Suvaydga borib taqalganida, iloji bo'lmay qolganida Xudo amr qildiki, Makkadan Madinaga hijrat qiling degan Xudoning amri bilan Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam musulmonlarni birma-bir Madinaga hijrat qildirdilar. Ko'chirdilar. Tarixda Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamni sahobalarda birma-bir jo'natardilar. Jo'natishdan oldin misol uchun haj mavsumi bo'lardi. O'sha davrda ham Hazrati Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lishidan oldin Ibrohim alayhissalatu vasallamdan qolgan haj mavsumi bo'lardi. O'sha Ibrohim alayhissalatu vasallam o'rgatgan asl hajdan o'zgartirishgan o'sha but sanamlarga ibodat qilgan darajada buzilib ketgan edi, lekin har bir qabilalar kelib tavof qilar edi. Ibodatni qilardi, o'zgartirilgan, buzilib ketgan o'shalarni qilardi. Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni da'vatlari o'sha haj mavsumida juda ko'p o'sha foydalanib qolgan ekanlar payg'ambarimiz. Qaysi qabiladan bir hajga odamlar kelsa, Rasululloh borib 3-4 odamlarni to'plab o'sha joyda dinlarni yetkazardi ekanlar. O'sha Madinadan kelgan o'sha Madina ahllari yahudiylar ham payg'ambar chiqishliklarini bilardi ular ham. O'sha o'zlarining Tavrotlar, Injilda kelganida o'sha mendan keyin ismi Ahmad degan payg'ambar keladi. U oxirgi zamon payg'ambar ekanligini bilishardi-yu, lekin payg'ambarimizga hasad qilish ular ko'pchiligi iymon keltirmadi. Payg'ambar shu haj mavsumlarida o'sha odamlarga dinni yetkazib, hamma xalqiga yetkazaverardilar. Madinada musulmonlar paydo bo'lgan edi payg'ambarimiz borishligidan oldin. Hijratdan oldin o'sha Makka, o'sha Madinadan kelgan yahudiylarni Rasululloh iymonga da'vat qilganlar, islomni qabul qilgan. Keyin borib aytdi, musulmonlikni yayib Rasulullohning ko'pchilik bo'lib, misol uchun mana Taloal Badruni Mavludda o'qiymiz. Sahobalar Madinai Munavvaradan ansonlar kutib olganlar, hammamiz bilamiz. Qanday bo'langan desa, Rasululloh haj mavsumida o'sha Makkadan tashqariga chiqib bir qo'ngan joylarda bor Rasululloh ularga alohida dinni da'vat qilgan ekanlar.
Ki shu bilan Makka, Madinada musulmonlar ko'paygan, keyin Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom ikkita, uchta qilib sekin-sekin hamma musulmonlarni hijrat qilishga Rasululloh buyurganlar. Keyin borganlarida Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning birinchi qilgan ishlari nima desa, o'sha Qubo masjidini qurganlar. Hozir borib ziyorat qiladigan Qubo masjidini hozir boshqa ta'mir bo'lib ketgan, lekin asli joyi Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom qurgan masjid shu. Qubo masjidi. Shu Qubo masjidida o'sha borib ziyorat qilamiz, go'yoki Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni o'sha qadamlari yetgan joy, shunaqa ulug' maqomlarda mana imkoniyatlar bo'ldi, umraga borilyapti. Bu ulug' maqomlarda ziyorat qilib kelinyapti. Men bularni o'sha hijratda ozgina bir ta'rif berganimdan sababi nima desa, bu Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom biz hozir o'sha musulmonlikni iymonni qadriga yetishligimiz kerak. Bizgacha misol uchun qancha odamlar xizmat qilgan bo'lsa, buni qadriga yetishligimiz kerak iymonimizni. Iymonimizni taqozosi bilan yashashlikka harakat qilishligimiz kerak. Hazrati Hasanul Basri rahmatullohi alayh bir oyatni tafsirda aytadilarki, oyatning mazmuni musulmon bo'lib odam iymon keltirgandan keyin iymonda bardavom turgan odamlarga o'layotgan vaqtida farishtalar kelib vala tahzan, xafa bo'lmagin, qo'rqmagin degan tasallini farishtalar bizlarga beradi. Iymon keltirgandan keyin iymonda har doim bardavom turadigan bo'lsak, boshimizga musibat tushadimi, bemorlik bo'ladimi, boshqa nima bo'lgan taqdirda biz iymonimizda bardavom turadigan bo'lsak, bizni o'layotgan vaqtimizda farishtalar kelib aytadiki, xafa bo'lmagin deydi. Seni boradigan joying jannat deydi. Iymonda bardavom turadigan bo'lsak. Va senga qiyomat kunida Xudo sen qalbingda nima xohlagan bo'lsang, shuni Xudo senga muhayyo qilib qo'yadi jannatda deydi. Bu dunyoda bizni qalbimizda, xohishimizda, hayollarimizda o'tkazamizki, bir pasda bundoq bo'lsa, bunday rohat bo'lsa, bunday farog'at bo'lsa deb xayol qilamiz. Lekin jannatda o'sha bizning hayolimizga kelgan narsalar jannatda bizga turibdi. Uni bitta sharti iymon keltirgandan keyin iymonda bardavom umrimizni oxirgacha bardavom turishligimiz. Hasanul Basri rahmatullohi aytgan ekanlarki, shu oyat tafsirida Parvardigor bizlarni shu iymonda mustaqim turadigan odamlardan qilgin deb duo qilgan ekanlar. Ya'ni iymonda bardavom turishlik va iymon taqozosi bilan hayot kechirish nihoyatda mushkul ekan bo'lganligi uchun Hasanul Basri duo qilgan ekanlarki, Parvardigor shu iymonda bardavom biz umrimizni oxirgacha bardavom mustaqim turishlikka Xudo o'zing kuch-quvvat bergin deb duo qilgan ekanlar. Demak, Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom bizlarga dinlarini shunday omonat bilan, shunday mukammallik bilan yetkazdilar. Endi biz ham o'zimizni avlodlarimizga shunday mukammal yetkazishligimiz kerak. Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom ilm to'g'risida misol uchun ahli ilm olgan odamga go'yoki u odam jannatda yo'lida yurgan odam bilan barobar dedilar payg'ambarimiz. Ya'ni kim ilm talabida yo'lga chiqadigan bo'lsa, go'yoki u jannatga qarab ketyapti. U odam shu oxiri jannatga boradi dedilar. Bu ilmda misol uchun Rasululloh ilman diniyan demadilar. Diniy ilm demadilar Rasululloh. Kim ilm izlagani chiqsa dedilar, u go'yoki jannatning yo'lida dedilar. U ilm qanday bo'ladi desa, mutlaq ilmmi desa, mutlaq ilm lekin ozgina bitta qayti bor. U qanday qayt desa, u manfaatli ilm deganlar. Muhaddislar aytadilarki, boshqa hadislar va boshqa oyatlardan iqtibos qilib olib kelib turib muhaddislar aytadilarki, bu manfaatli ilm bo'lsa deganlar. Yo dunyomizga, yo oxiratimizga foydasi tegadigan bo'lsa, yoki jamiyatimizga foydasi tegadigan ilm bo'lsa, o'sha odam go'yoki jannatda yurgan yo'l bilan barobar dedilar. Fi sabililloh dedilar. Xudoning yo'lida yurgan, jannatda yo'lida yurgan odam bilan barobar. Biz shunday tasavvur qilishimiz kerak. Bir ilmdan olyapmizmi, u ilmning orqasida
bir musulmon odam manfaat topyaptimi biz o'sha ilmimizdan? O'sha bizni inshaalloh o'sha jannatga olib boradi. Hazrati Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomni sahobalari qanday ilm qilganlar desalar, mana ahli suffa degan joy bor hozir. Ahli suffani joylari deyiladi. Hazrati Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom muborak jasadlari dafn qilingan Hujrai Saodat Oysha onamiz uylariga dafn qilinganlar. Shuni arqa tomonida o'sha ilm bilan shug'ullangan alohida sahobalar bo'lganlar. Alohida sahoba ahli suffa deyiladi. Ular uyi ham yo'q, bola chaqasi ham yo'q, bu tashvish yo'q, eng kambag'al odamlar sahobalar Rasulullohning oldilariga chiqishib, dini uchun umrlarini fido qilganlar. Rasulullohdan nima eshitsa Rasululloh aytgan gaplarini olishardilar-da, borib o'sha qishloqlarda Rasululloh shu hadisni aytdilar deylardi. Ular ham surishtirmasdan albatta o'sha amalga qilib ketaverardilar. Shunday ilmni tarqatganlar ular. Umrlarini oxirgacha ilm bilan hayotlarini o'tkazganlar. O'sha ahli suffa deyiladi. Ahli suffa o'sha ulug' odamlar, o'sha joylarda ozgina panjara qilib qo'yganlar. Ularni adadi gohida 80 ta, gohida 70 ta sahobalar bo'lardilar. O'sha 70 ta sahoba misol uchun bitta hadisni eshitsalar, borib oilalariga yoki o'sha qarindosh urug'lariga, mahalla ko'ylariga borishib, Rasululloh shu hadisni aytdi deb turib tarqatib kelardilar. Bizni ham misol uchun qaysi bir joydan bir ilm oladigan bo'lsak, bir masala eshitadigan bo'lsak, albatta oilamizga borib aytishimiz kerakki, bu narsada Rasululloh bunday degan ekanlar, Xudo oyatda bunday degan ekan deb turib ahli oilamizga yetkazib olib borishligimiz o'shalarni go'yoki ishini qilgan bilan barobar bo'laveradi. Mana mutaallim Rasululloh ilm olguvchi bo'lgin dedilar. O'sha manfaatli ilm olguvchi bo'lgin dedilar. Mana hozir Farg'ona viloyatida Burhoniddin Marg'iloniy yozgan Hidoya kitobi asarida o'sha dars berilyapti. O'sha imomlar 200 ta imomlar ichida bir 20 ta imomlar bor dars olishadi. Har hafta har shanba kuni bo'ladi. U kitobdan o'sha domla Hindistonning shogirdlari Ibrohimjon domla Qo'qonlik shu domla ustoz dars beradilar. Shu domlarning darslariga Andijonda viloyatidan bir chekka tumanidan bir yosh katta odam 60 ga o'tgan, 70 ga yaqinlashib qolgan bir hojdada kelib o'tirar ekanlar darsda. Aytar ekanlarki, men umidim shu ahli talabi ilmda o'tib ketishlik men umidim shu derkanlar. Bir haftada bir marta Andijondan chekkasidan Farg'onaga keladi, Farg'onadan o'sha darsni eshitadi, abitdan keyin qaytib ketadi. Bu nima bu desa, ilmga bo'lgan muhabbat. O'sha ahli ilmlarga berilingan mukofotlardan, savobidan umidvor bo'lgan holatda 70 ga kirgan odam shunday ilm talabida yuribdi. Biz endi qanday ilm talabida bo'lishimiz kerak desa, mana hozir Hidoyat jurnaliga mana obunalar bo'lyapti. Men masjidimda bir 150 ga yaqin obuna bo'linadi. Nimaga desa, har sonida bitta ilm o'rganaman deb niyat qilib obuna bo'ladigan bo'lsa, go'yoki o'sha ilm talabada bo'lishlikka umid qilgan holatda shunda obuna bo'linglar deyman, obuna bo'lishadi. O'sha har bir chiqqan Hidoya jurnalida oyat, hadislar bor, savol-javoblar bor. Shuni olib o'qiganida bitta ilm hosil qiladi, yana kutadimi? Go'yoki eng kamida shu ahli talabi ilm bo'lasizlar deb turib targ'ibot qilinadi, shu olib o'qishadi. Yo bo'lmasa misol uchun men oilamda misol uchun bitta kitob olib kelaman. O'sha kitobda har kuni o'sha xuftondan keyin oilamiz bilan bitta kitob o'qiladi. Onam bor, misol uchun opam bor. Bular hammasi misol uchun eshitib o'tiradi. Bu go'yoki nimaga desa, o'sha ilmga bo'lgan muhabbatni nishonasini oilada ham tatbiq qilishligimiz kerak. Bitta odamni eshitdim. Shu Oltiariq tumanimizda bitta odam bir oyda bir marotaba o'g'illari o'sha bittasi Toshkentda, bittasi Andijonda, bittasi boshqa joylarda katta ishlar ekan. Har kelganlarda deydi, bittadan kitob beraman deydi. Keyin kelishingda shu oila bilan shuni o'qib kelasan deb beraman deydi. Bir oyda kelishadi, hali bir oyda bitta kitob tugatib keladi deydi. Keyin kelganda yana bitta kitobni beraman deydi, keyingi safar kitobni o'qib keladi deydi. Misol uchun hozir qo'limizga bitta varaq berib, o'sha bitta oyat bilan bitta hadisni menga bitta bayon qilib bering desa, ancha-munchamiz qo'limizdan kelmaydi yozish.
Lekin shu ancha misol ahli ilmlar o'sha alohida vaqt ajratib bir ilm qilib bir kitob yozyapti yoki bir hidoya jurnalini yozyapti, uni olib o'qib farzandlarimizga, oilalarimizga yetkazmaydigan bo'lsak, biz qanday bir misol uchun Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning tepadagi hadisiga qanday amal qilgan bo'lamiz? Buni misol uchun yengil pamlamasligimiz kerak-da. Kunda bittadan bitta hadisdan Rasulullohning hadislarini misol Imom Buxoriy rahmatullohi alayh 500 mingta yoki 600 mingta hadis yoddan bilganlar. 600 mingta hadisdan Sahih Buxoriyda 7225 ta hadisda o'sha yerga sahihdan ajratganlar. 600 mingta hadisdan 7225 ta shuna atrofida hadisda alohida sahihlarni ajratib Imom Buxoriy rahmatullohi alayh yozganlar. Shuni 7200 tasini misol uchun qanchada o'qib tugatamiz. Shuning uchun biz qo'limizdan keladigan narsa mana kutubxonalarda mana alohida qo'yilgan, shuni o'qishligimiz kerak, shularni farzandlarimizga ham o'rgatishligimiz kerak. Bu qiyomat kunida hamma odam nadomat qilar ekanda. Hammamiz nadomat qilamiz. Parvardigor, shu bir daqiqa menga muddat berganingda bir marotaba subhanalloh deyishga imkon berganda shuni rozi edim degan orzu hammada bo'ladi. Bu imkoniyat bizda turibdi hozir. Bu imkoniyatlardan foydalanib qolishimiz kerak. Misol uchun hadis bo'ladimi? Yoki tarix Hazrati Payg'ambarimizning siratlari bo'ladimi? Yoki boshqa siratlar bo'lib, bu narsalardan misol uchun tobiyalarning hayoti bo'ladimi? O'qib o'rganishligimiz kerak. Agar shu ahli talab ilmida yurganimizda vafot topadigan bo'lsak, inshaalloh fi sabililloh Xudoning yo'lida yurgan odam bilan barobar ketamiz. Umidimiz shu. Ozgina ilm o'qiyapmiz biz ham. Umidimiz shuki, talabi ilmda o'tsak. Mana yosh katta odamlar oldingi olimlarda hayotini ko'radigan bo'lsak, umrlarini oxirigacha kitob bilan kitob ko'tarib o'tganlar. İmkon qadar bu narsaga muhabbat qo'yishligimiz kerak. Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam ilmni ham o'rganishligida faqat yaxshilik niyat bilan o'rganishga Rasululloh targ'ib qilganlar. Va aytadilarki, kim ilmni odamlar bilan munozara qilaman deb o'rganaman desa, yo'inki o'sha odamlarni esi paslarga g'olib kelishlik maqsadida yoki o'sha esi paslar bo'lsa shulardan men o'zim mag'lub qilaman deb kelsa, o'rgansa yoki odamlarni e'tiborini o'ziga qozonaman deb ilm o'rganadigan bo'lsa, dedilar Rasululloh. Niyati yomonligini qarang-chi, niyati yaxshiligini qarang. Rasululloh aytdilarki, adkhalahullohun naro. Kim agar ilmni shu maqsadda 3 ta maqsaddan biri maqsadida o'rganadigan bo'lsa, Xudo u odamni do'zaxga kirgizsin deb duoibat qildilar Rasululloh. Tepada jannatga qarab ketyapti dedilar. Pastda hadisda agar niyati buzilib odamlarni o'ziga qarataman desa, yoki bir odamlar bilan munozara qilaman deb tortishgani o'qiydigan bo'lsa, ilmni Xudo saqlasin, u odamni Xudo do'zaxga kirgizsin duo qildilar. Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam boshqa hadislarda aytadilarki, bu ilm go'yoki din dedilar. Bu ilm o'rganishlik odam dinni o'rganish bilan barobar dedilar. Falyanzur ahadukum mimman ya'khudhu dinahu. O'sha odam qarasinki, dinini kimdan olayotganini qarasin dedilar. Ilm olishlikda ham misol uchun ikkita olim bor, ikkalasi ham bir xil. Bittasi misol uchun ustozi yaxshi odam bo'lsa, o'sha ustozi yaxshi odamni tanlasin deganlar. Ilm olayotganda misol uchun ikkita olim bor, ikkita ustoz bor. Qaysi biridan ilm olsin desa, ikkalasidan qaysi biri misol uchun yoshi ulug' bo'lsa, yoshi ulug'idan, yoshi teng bo'lsa, ustoziga qarasin degan. Agar ustozi ulug' bo'ladigan bo'lsa, imkon bo'lsa o'sha ustozi ulug' odamdan ilm o'rgansin deganlar. Ilmda albatta shajara, albatta ustun borib Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga borib taqaladi bu ilmlarimiz, bu hadislar, bu kitoblar hammasi Rasulullohga borib taqaladi bu hadislar hammasi. Bu ilmlarda tagi Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom muborak hadislarda aytadilarki,
ilm payg'ambarlar faqat mol va dunyo meros qoldirmaydi, faqat ilm meros qoldiradi deganlar. Shu Rasulullohni bir ozgina merosidan biz umidvor bo'ladigan bo'lsak, o'shandan oladigan bo'lsak, umid qilamizki, o'sha Rasululloh qiyomat kunida o'zini merosxonlarning qatorida tiriltirishga umid qilamiz hammamiz. Olimlikni da'vo qilmaymiz, yoki o'zimizni ulug'ligimizni hech kim da'vo qilmaydi, lekin bizning umidimiz shuki, Hazrati payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning oldiga borganimizda ham meni ummatimda bu deb turib shafaat qilishing uchun shu ilmlarda, shu narsalar orqasidan yugurib kelamiz. Hazrati payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom qiyomat kunida sahobalar so'radiki, Rasululloh, qiyomat kunida odam mahshar maydonida odam ko'p bo'ladi. Odam alayhisalomdan tortib qiyomatgacha qancha odam bo'lsa, hamma odam jam bo'ladi. Rasululloh bizni qanday tanib olasiz? Ummatingiz deganlarda aslatganlarki, tahoratda yuvgan joylaridan nur tarqalib turadi. O'sha joylardan ummatimni tanib olaman deganlar. Biz tahorat qilyapmiz sovuq kunlarda, bana sovuq kunlar ham o'tdi boshimizdan. Shu sovuq kunlarda sovuq deb chillanishlar demazdir. Tahoratni mukammal tahoratda qilib, Xudoning baytiga bosib kelgan qadamlarimizni qiyomatda Xudo buni zoyi qilib qo'ymaydi Xudo. Har bir bosgan qadamimiz, har bir olgan nafasimizga Xudo inshaalloh savob ajr yozyapti Xudo. Bu narsalarni o'ylayotgan vaqtimizda buni ko'rsatadi Xudo buning mukofotini. Va ayniqsa qiyomatga borganimizda bu narsalarning savobini albatta ko'ramiz. Hazrati payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni bir muborak hadislari bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Hazrati payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom aytadilarki, bomdodni 2 rakat sunnati deganlar Rasululloh. Bomdod namozining 2 rakat sunnati quyosh tekkan narsa sizniki bo'lishidan ko'ra yaxshiroqdir deganlar. Quyosh tekkan narsa bizniki bo'lsa-yu, lekin bomdod namozining 2 rakat sunnati bo'lmasa, undan manfaati yo'q, uni foydasi yo'q. Quyosh tekkan narsa bizniki bo'lishidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan, savobliroq bo'ladi, 2 rakat bomdod namozining sunnati dedilar. Ya'ni quyosh tekkan narsa bizniki bo'lsa-yu, uni ehson qiladigan bo'lsa, Xudo qancha savob bersa, bomdod namozining 2 rakat sunnatiga Xudo shundan ko'proq savobini Xudo savob beradi. Endi bu sunnat namozlariga ekan, bomdod namozining farzi bor, boshqa farz namozlari bor. Farz namozlarini birorta payg'ambar alayhissalatu vassalam biror joyda uni savobini bayon qilmaganlar. Nimaga desa, chunki Xudo farz qilganmi, uni savobini Xudo qiyomatda o'zi beradi. Uni hisobi yo'q uni. Juma namozining 2 rakat farziga Xudo qancha savob bersa, Xudo o'zi biladi. U bosgan qadamlarimiz, bu yerda o'tirgan vaqtlarimizga alohida savob. Lekin u juma namozining 2 rakat farziga Xudo alohida savob beradi, uni qiyomatda borganda bilaman savobini. Shuning uchun hammamizdan iltimosimiz shuki, imkon boricha biz hayotimizda bir yaxshi odamlarning qatorida bo'lishligimiz kerak. Sa'di rahmatullohi alayhi aytadilarki, sen dunyoga kelganingda hamma kulib xursand bo'lgan, shodmon bo'lgan edi, sen dunyoga yig'lab kelgan eding. Sen shunday hayot kechirginki, sen dunyodan xursand bo'lib ketgin, orqangda qolgan odamlar yig'lab qolsin deganlar. Shunday yaxshi odam bo'lishimiz kerakki, dunyoda o'tganimizda, ha bu odam yaxshi odam edi deb haqiqiy dilidan xafa bo'lgan odam bo'lishligimiz kerak. O'shanda haqiqiy Hazrati payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga xos ummat bo'lgan bo'lamiz va qiyomatda Rasulullohning bayrog'ini ostida tirilishga umidimiz ancha kuchayadi. Xudo hammamizga ibodatlarimizni Xudo qabul qilsin. Batta bu jamoatda ahliga hammalaringizga misol uchun mana masjidlar obod, mana ustozdan ancha xursand bo'ldik, boshida ham aytdik. Xudo uzoq yillar sizlarning tepalaringda turib, uzoq yillar xizmat qilishni nasib aylasin. Mana model ta'limida ham bitiribdilar mahadni. Biz ham o'qiyapmiz, model ta'limini bitirib ketdilar. Xudo bu kishimga kuch-quvvat bersin. Sizlar yonlarida turib, o'sha dinimizda nima amallar bo'lsa, bu ustozdan nima buyruqlar chiqqan bo'lsa, albatta buni qabul qilaylik va buni hayotimizda tatbiq qilaylik. Inshaalloh qiyomatda Sirot ko'prigidan o'sha masjid qiyomatda Sirot ko'prigida aloqa bo'ladi. Ot bo'ladi, o'sha tepasida hamma qavmini olib ketadi Sirot ko'prigidan. Yo'qki kema bo'ladi, shu o'zini ahlini qabul qiladi masjid, o'sha Sirot ko'prigining tepasidan o'tib ketiladi. Xudo shunaqa va'da qilgan masjidlardan bo'lishini Xudo hammamizga nasib aylasin. Bir duo qilaylik, Parvardigor. O'zing hammamizdan rozi bo'lgin.
Bu cuma namozlarimizni Parvardigor tayyorlab ko'rtirib biz bularni o'zing dargohingda husn maqbul aylagin. Uzoq yerdan bosib kelgan qadamlarimizga Xudo azza va jalla hasanatlar bergan. Jannatda ham billa bo'lishimizni hammamiz o'zing nasib aylagin Parvardigor. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rabbal alamin. Rahmat etib uchun sog' bo'linglar.